pul bomba. Olamiz chiqamiz. Zato boshqa qiynalib yurmaymiz mana bunaqa. Odam ozgina cho'chiyapti-da, yana qaytib kirib ketmaymiz amma. Voy, o'rtoq, menga ishonib ketdi. Chorni, gideti ozgina men qo'rqib ketyapman. Kira, shu yerda men ish yo'qman, jinnimsan. Qistir ozgina. Bunaqa kimdir kelib qolganga o'xshaydi. Atasga qarab tur, kirchiqib qonun qoldi. Masa ketdi, o'sha sasiga ayron ichmaga gaplashish kirasan. To'xta, katta qarab. Wi-Fi kodini chekina. Kelyapti. Voy, onasini yemsin. Yaxshi singlim. O'lsam o'laman, lekin men shu to'letdan chiqmayman. Mana, men bu o'rtog'im bilan kelganman. Ismi Valijon. Zonada Vova derdik. Yop. Kasir quloq. Voy, bemalol o'tiring, faqat suv bosib chiqing. Suvni bosasan. Yo'q, nomard, xabar ham olmayaptimi? Aliment ham bermaydi. $100 bor, bertiraymi, yordam bo'ladi qanday? Ber, ko'rib turibsan qiynalib qolganini. Singlim, qarang, men bu narsalarimchi kumush. Faqatchi odamini top sotasiz, xo'pmi? Men uzuni ham oling. Ha, soatamchi original. Xo'pmi? Yaxshi ishingizga ishlating. Vova ketdimi? Zo'r bo'ldi-da, o'rtoq. Qana xursand bo'lib qolganini, bunaqa ishlar qilib turish kerak. Toshni shu uymi? Boboylar chiqib ketyapti-ku o'tdi. Uni men Svetdan kelgan. Men shu o'rtoq telefonni ko'tarmayapti-da, qizlari bo'lma mazaxdan olib ketamiz. O'rtoq, yoshlarni qara, bevalarga yaxshilik qilib yuribdi. Bizachi o'g'irlik qilib yuribmiz. Shulardan o'rnak olish kerak. To'g'ri. Yur ketdi.